Bugungi video obzorimiz ko'femanlar uchun maxsus DeLonghi brendi Elite Explorer modelini obzor qilib beramiz. Xo'p, bu modelimiz 40 xildan oshiq kofeni damlab beradi. Sizga ice coffee deysizmi, latte, cappuccino, yozda ham, qishda ham bemalol kofelaringizni damlab ichirsangiz bo'ladi. Undan tashqari, podogrev stakan degan funksiyasi bor. Bu yerga stakanlaringizni qo'yib qo'ysangiz, stakanlaringizni qizdirib turadi. Molotli, zernistli kofeni bemalol damlab beradi. Ekranlari bor, ko'rayotganingizdek ekranlariga alohida o'zingiz uchun spetsialniy vkuslaringizni ham saqlanib qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ana ertalab shoshib qolganingizda bemalol bitta knopka bilan o'zingiz kofengizni damlab beradi. Maza qilib ichib, keyin ishingizga ketursangiz bo'ladi. Ana kofe mashina sotadigan sotuvchilarning o'zi ushbu modelni bilasizmi, nimaga taqqoslashadi? Ana Volganing 21-modeli bo'ladi-yu, o'zi eskilar yaxshi tushunishadi. Umuman buzilmaydigancha. Xuddi shu modelni aynan o'sha model mashinaga taqqoslashadi. Chunki bu umuman buzilmaydi. Itda ishlatasiz, umuman buzilmaydi, ishonavering. Agarda sizga ham xuddi shunaqa kofe mashina kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilib xarid amalga oshirsangiz bo'ladi va ushbu videoni kofe manda sizga jo'natib qo'yishni sizdan chiqmasin.